Assalomu alaykum ahli gruppa, yaxshimisizlar? Bugun mana va'da qilingan hali 2 ramkali отводка qilishni yo'li, mana kunisiga vaqtda iloji boricha shunaqa vaqtda qilsanglar yana yaxshi bo'ladi. Lodniy ari ko'chada bo'ladi. Mana arilarimiz to'lgan ramkalarga. Birinchi bo'lib iloji boricha karmovoy ramkani topib olamiz. Eng chekada mana karmovoy ramka. Ozgina urug'i bor ekan. Mana mashina olamiz. Ovqatli ramkasi bu. Ikkinchisiga bek bo'la olamiz. Iloji boricha ona arini topib ko'rib qo'yamiz qayerda qolayotganini. Karmovoy ochiq urug' ekan. Bu ham ochiq urug'. Mana pechatlangan, mana iloji boricha to'liq pechati bor ramkani olamiz mana. 2 ramka ari. Arisi bilan bo'ladi. Mana unda chiqishni boshlagan ekan. Yangi ishchilar chiqishni boshlabdi, almashtiramiz. Ona arisi yo'q. Mana bitta karmovoy, bitta anaqa bo'ldi. Mana yoniga bitta ramkada arini. Qo'yib qo'yavering. Mana bir ramka yosh arini silkib beramiz. Bo'ldi, mana shunday qilib. Mana shunday qilib chekalariga endi bunga 5 soatdan keyin g'umba qo'ysanglar bo'laveradi. 5 soat bo'lmasa ertaga ertalab g'umbaga olib kelib qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Litoylarni kichaytirib qo'ydik, bitta ikkita ari sig'adigan qilib. Bo'ldi.